Maşallah, qo'yni qaranglar. Toza arrashan qo'y boqaman degan akalarimiz. Mana dumbarazlari o'ta ham zo'r, idealida. Bu tishini qaranglar akalar. Unaqa qari qo'ymas. Toza arrashan qo'ydi. Ikki tish qaranglar. Maşallah. Oldi tishlari hamma joyi zo'r. Quloqlari, dumbalari idealniy holatda. Qo'chqor qo'shib, maza qilib, bolasini olib naslga bu qo'y akalar. Inshaalloh bir dona toza arrashan qo'chqori bor akalarimizga tavsiya qilamiz aka. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, qadrli YouTube kuzatuvchilar. Akalar, bugungi videomizda o'tkazmay oxirigacha ko'ringlar. Toza arrashan qo'yiladi, elitalaridan keyin xudo xolasa bularni qo'ldan kelgancha birma-bir olib chiqib, to'liqroq va tafsil ma'lumotlarni shaxsan o'zim yetkazib berishga harakat qilaman. Videolarimizga bittadan like bosib, havas qilgan, niyat qilgan akalarimiz like bosib qo'yinglar. Inshaalloh hammani xonadonida mana shunaqa toza arrashan elitalaridan ko'p boqishlik nasib qilsa. Bugun hafta kuniga shanba 28-iyun 2025-yil. Manzilimiz Namangan viloyati Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'i. Hop, akalar o'tkazmay oxirigacha ko'ringlar. Xudo xolasa qo'yiladi. Nomer adillari kelgan. Birinchi partiyamizga bir dona toza arrashan elitasidan zo'ridan boqaman degan mana akalar qo'ydi qaranglar. Mashalloh deb kommentariyaga yozib ketinglar. Xudo xolasa zo'rini boqaman degan akalarimiz uchun tavsiya qilamiz. Xudo xolasa hozir to'liqroq va tafsil ma'lumotlarni sizlarga qo'ldan kelgancha beramiz. Hop. Birinchi o'rinda akalar yeb ichishlari bir hafta 10 kun behijolat sinov o'rasida qo'yimiz. Idealniy holatda hamma tomonlama kelishgan quloq, garbonoz, dumba razrezlari mana akalar. Bu qo'yimiz qisir, hali bunga yaxshi arrashan qo'chqori bor akalarimizga tavsiya qilamiz. Bu naslga, bunaqa go'sht yo'nalishiga emas. O'zi obunachilarim ko'rganda bilishadi, xudo xolasa. Idealniy holatda hamma joylari zo'r. Mana hozir tishlarini ko'rsatib, xudo xolasa ko'rsatib beramiz. Mana qo'yimiz simjun. Mana yuzlari, quloqlari, hamma joylari zo'r. Mana oldi tushlarini qaranglar. Inshaalloh. Niyat qilganlar bitta like bosinglar. Inshaalloh hammani xonadonida mana shunaqa qo'ylardan 100 talab, 200 talab barchalarimizga nasib qilsin akalar. Tishini ochib turibsiz. Bo'g'machi. Mana akalar ikki tish qo'yamiz. Akalar buni yoshiga keladigan bo'lsak, yoshi endi qo'zidan ikki tishga o'tgan sovliq, hali tug'magan. Xudo xolasa yaxshi qo'chqori bor akalarimizga tavsiya qilamiz. Bu naslga, xudo xolasa yaxshi bolalarini olib ko'paytirib yuraman degan akalarimizga tavsiya qilamiz. Xudo xolasa idealniy holatda tozasini, zo'rini boqaman degan akalarimizga dastlabkilari mutlaqo tekin yetkazib beramiz. Arrashan qo'chqorlarimiz bor, qo'chqorlarimiz ham bor. Xudo xolasa ularni ham olib chiqib sizlarga ko'rsatib beramiz. O'yda qaranglar. Hamma joyi zo'r, birorta aybi yo'q. Sog'liq haqiqiy zo'rida. Ag'ini ham aylantirib ko'rsataylik. Ag'ini ham. Mana. Qo'y polvonligini qaranglar. Polvonliklari ham zo'r, quloq, hamma joylashuvlari idealniy holatda. Akalar, buni narxiga keladigan bo'lsak, akalar buni narxi oxirgi narxini aytamiz. Kimga ma'qul kelsa, ishqibozi telefon qilsa sotiladi. Hop. Buni akalar oxirgi taqalgan narxi $750 ga dastlabkasi mutlaqo tekin yetkazib beramiz. Kimga ma'qul kelsa aloqa chiqinglar, shoshilinglar. Ag'inimda aylantirchi. Razrezlar hamma joyi zo'r. Akalar, ishqibozlari aloqa chiqaveradi. Bo'lmasa keyingi partiyadagi qo'chqorlarimizni olib chiqib sizlarga ko'rsatib beramiz. Akalar, ikkinchi partiyamizga qo'zi qo'chqorni toza arrashan liniyaligini qidirib yurgan akalarimizga bir dona toza arrashan liniyasi aniq qo'chqorimiz. Qo'chqorni qaranglar, mashalloh. Qo'yni qaranglar, haqiqiy idealniy holatda garbonoz quloqlari, hamma joylashuvlari zo'r. Qaranglar. Hali qo'zi bu akalar, hali yosh. 4,5 oylik atrofidagi qo'zi qo'chqor. Xudo xolasa egasidan ham aniq so'rab oldik. 4 oylikdan o'tgan dedi. Xudo xolasa bo'ylari 80 sm, oyoq baquvvatlari. Mana oyoqlarini qaranglar, o'ta baquvvat dumba razrezlari,
etga idealniy holatda mana. Tozasini, zo'rini boqaman degan akalarimizga, urug'likka tarbiyalayman, zo'rini olaman degan akalarimiz uchun tavsiya qilamiz. Qo'chqor haqiqiy uddor zo'ridan va xolasa aloqa chiqarasizlar. Dastlabkilarni mutlaqo tekin yetkazib beramiz mana. Dumbaraz rezlar akalar. Hamma joylashuvlari zo'r. Hali 4 oylikdan o'tgan qo'zi qo'chqor bu. Hali metr plus bo'ladi. Inshaalloh. Hozir bo'ylini qaranglar. 4,5 oylik, past 4,5 oylik qo'zi qo'chqor bo'yini. Jonivor. Uzunliklari ham, hamma joylashuvlari zo'r. Akalar, kimga ma'qul kelsa telefon qilaverasizlar. Buni narxiga keladigan bo'lsak, buni oxirgi narxini aytamiz. Kimga ma'qul kelsa telefon qilaverasizlar. Va xolasa mana yurishini qaranglar. Bu narxi akalar oxirgi taqalgan narxi $650 dastlabkasi bepul qilib yetkazib beramiz. Ishqibozlari aloqa chiqarasiz. Akalar 3-partiyamizga urug'likka yaxshi sovlig'i bor akalarimizga bir dona urug'likka arashan qo'chqorimiz mana. Qo'chqorni qaranglar, otga o'xshaydi. Mashalloh, dumbaraz rizlari, joylashuvlari zo'r bu qo'chqorimizda. Qaranglar. Havas qilganlar bitta like urib qo'yinglar. Inshaalloh hammaning xonadonida bo'ladi mana shunaqa o'yladi. Mana. Buni yaxshi sovlig'i bor akalarimiz zot olgani, qo'yga qo'shgani bo'lsa tavsiya qilamiz. Qo'chqor quloqlarini qaranglar, garbonoslari, hamma joylari zo'r, dastlabkilari mutlaqo tekin. Bizda unaqa $1000, $1200 emas. Xudo xolasa narxlari yengil, tozasini, zo'rini olib kelamiz. Bizga ham ozna-ozna foyda qiladi. Bizga ham tirikchilik. Qo'chqor haqiqiy zo'r akalar mana. Yeb ichishlari, hamma joylashuvlari zo'r. Xudo xolasa simjun mana. Qo'yda qaranglar. Ikki narsa. Dumbalari, hamma joyi zo'r. Hop, buni yoshiga keladigan bo'lsak, buni yoshi endi qo'zidan ekitishga o'tyapti. Endi yoryapti akalar, ammo bo'yi 90 sm. Bo'yi 90, xudo xolasa hamma yo'g'i zo'r. Mana. Yeyishlari mana. Qo'yda qarang. Oldilari mana, oldilarini bitta ko'rsatib qo'ying. Mana, oldi to'shlari zo'r akalar. Xudo xolasa. Urug'likka akalar qo'yga qo'ssalaring, mana shunaqa qo'chqordan yaxshi nasl olasizlar. Bu nasliga, go'sht yo'nalishiga emas. Inshaalloh zo'r. Quloqlari, hamma joyi simjun, xudo xolasa. Ishqibozlari aloqa chiqarasizlar akalar. Buni narxiga keladigan bo'lsak, buni oxirgi narxi $700 ga bo'lsa, dastlabkasi mutlaqo tekin yetkazib beramiz. Ishqibozlari aloqa chiqinglar. Qo'yda haqiqiy ishqibozni telefon qilsin, sotamiz akalar. $700 ga baraka, Alloh barakasini bersin. Bo'lmasa akalar keyingi partiyalarda olib chiqamiz. Akalar, buni qo'chqorni qaranglar. Tuyayu jonivor. Mashalloh. Bu qo'chqorimiz ham akalar ikkinchi partiyadagi qo'chqorimizni sherigi. Qo'chqorning bo'yini qaranglar. Bu qo'chqorimizni yoshi akalar 5 oylikdan o'tgan. 5 oylikdan o'tgan qo'zi qo'chqor. Bo'yi 80 plus. 80 dan baland. Buni garbonos qulog'iga bitta ahamiyat beringlar. Mana. Akalar, bo'ynilar uzunligiga bitta ahamiyat berib qo'ying. Qo'chqor o'ta boshqacha qo'chqor bu. Bo'ydor, xudo xolasa, oyoq qo'llari ham uzun. Xudo xolasa 1 metrdan oshiq bo'ladi. Haqiqiy bola degan qo'chqor. Bola degan bola boshidan ma'lum deydi-ku. Mana akalar, qo'yda qaranglar. O'ta uzun, bo'ydor qo'y. Xudo xolasa bu aybi mana sal yem ko'rmaganda mana. Yemdan berib boqsalaring, xudo xolasa bu semirib hali o'sadi. Endi 5 oylikdan o'tgan qo'zi qo'chqor bu. Xudo xolasa ishqibozlari aloqa chiqinglar. Haqiqiy qo'yda buni urug'likka tarbiyalash kerak. Urug'likka tarbiyalagani xudo xolasa zo'r bo'ladi. Keyinchalik nasl olib, buni bolasini olib ko'paytirib yurasizlar. Mana qo'yni bo'yinlarini, uzunligini qaranglar. Qo'y haqiqiy o'zim ham ishqiboz bo'ldim bu qo'yga. Xudo xolasa ishqibozlari bo'lsa, o'zimizning obunachilarimizga beramiz. Hop. Akalar, bu qo'chqorni
Yoshini aytdik, bo'yini aytdik, 80 plus bo'yi. Xudo xolasa qo'y zo'r. Hamma joylashuvlari zo'r. Yeb ichishiga bir hafta 10 kun behijolat sinab olasizlar. Hop, buni narxiga keladigan bo'lsak, akalar, buni ham 650 dollarga dastlabkasi mutlaqo tekin yetkazib beramiz. Ishqibozlari telefon qilaverasizlar. Shoshilinglar akalar, bunaqasi kamdan kam. Bu hali qo'zi qo'chqor hali. O'sadi, o'sarmandas. Aylantirchi, ag'ini ham ko'rsataylik. Ag'ini ham aylantirib qo'ychi. Mana akalar, haqiqiy sizlarga qo'zi qo'chqor. Qo'zini ideal. Hop, endi akalar bir dona afg'on qo'chqarimiz qoldi. O'shani olib chiqib sizlarga ko'rsatib beramiz. Akalar, mana 5-partiyamizga afg'on qo'chqor qidirib yurgan akalarimiz uchun bir dona urug'likka afg'on qo'chqorimiz. Qo'chqorni qaranglar. Yuzlar oppoq, haqiqiy toza 100 talik afg'on qo'chqor so'ragan akalarimiz uchun mana akalar afg'on qo'chqor. Afg'on bo'lib dumbalari osilib ketgan unaqa afg'on emas. Xudo xolasa toza 100 talik, mana taglari ham oq, yuzlari oq mana. Hamma joyi zo'r. Bu qo'chqarimizning yoshi qo'zidan 2 tishga o'tgan, xudo xolasa o'ta polvon qo'chqor. Tortib ketdi Shohjon, ha? O'ta baquvvat qo'chqor. Qaranglar. Jonivor. O'ta ideal, oyoqlari, badanlari vobshe baquvvat narsa akalar. Urug'likka mana qo'yga qo'shaman degan akalarimizga tavsiya qilamiz. Jullari ham simjun. Qo'yni ko'rib turibsizlar, o'zi biz obunachilarimiz ko'rishsa bu qo'chqorni bilishadi. O'ta polvon, hayiq polvon qo'chqorda bu. Jonivor, mashalloh. Bo'ylariga keladigan bo'lsak, bo'ylari 90 sm. 90 ga olaverasizlar. Jonivor o'ta bo'ydor, polvon, idealniy holatda. Hamma joylashuvlari zo'r. Ag'ini ham aylantirib ko'rsatib qo'ychi. Qiynab qo'yda bu qo'ya. Otga o'xshaydi-da bu jonivor. Hop, akalar, buni narxiga keladigan bo'lsak, ishqibozlari aloqa chiqinglar. Dastlabkilari mutlaqo tekin. Oxirgi narxi 750 dollarga dastlabkasi mutlaqo tekin yetkazib beramiz. Toza 100 talik afg'on qo'chqor akalar. Ag'inimda aylantirchi, aylantiruvchi. Mana. Bu o'ta polvon qo'chqor akalar. Xudo xolasa aloqa chiqaverasizlar. Bugunga shu qo'ylarimiz bor edi. Qo'ldan kelgancha olib chiqib ko'rsatdik. Kimga qaysi qo'yimiz ma'qul kelsa aloqa chiqaverasizlar. Dastlabkasini umuman o'ylamanglar. Dastlabkasi bor. Hamma qo'yga dastlabka qilib beramiz. Hammalaringda chorvalaringga Alloh taolo baraka bersin. Keyingi videolarda ko'rishguncha like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Eng zo'rlari Davronbek uzda chiqadi akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.